Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlarimizni ko'rishinglarni qarshılaymiz. Men Abdullah Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qaynamsiz diqqatinglar ekranimiz bo'lsin. Suhbatdan keyin Amerika bilan Xitoy jazolarni asta-asta bo'shatmoqda. Amerika bilan Xitoy oldingi hafta Janvada suhbat o'tkazib, tamojna beji masalasida dastlabki kelishim hosil qilgandan keyin yo'lga qo'yilgan jazo xarakterlik bosh tadbirlarini asta-asta bo'shatmoqda. Amerika hukumati dushanba kuni bir ma'muriy buyruq e'lon qilib, Xitoydan keladigan tuvan qimmatdagi pochta yo'llanmalaridan elinadigan tamojna bejini 30% ga tushirgan. Bu Xitoyning chet eldagi eng chong elektronlik savdo suplari bo'lgan Shein va Temuga nisbatan foydali qaror bo'lgan. Bu vaqtdagi qarorda 14 maydan boshlab Xitoydan kelgan qimmati $800 dan eshib ketmaydigan bevosita iste'molchilarga yo'llanadigan mollardan elinadigan bojning 120% dan 54% ga tushirilganligi, har bir posolkadan elinadigan $100 bir tutash haqning davomli kuchga ega bo'ladiganligi uqtirilgan. Ammo bir tutash haqni 1-iyundan tortib $200 ga o'stirish qarori amaldan qoldirilgan. Suhbatdan keyin Xitoymo o'z Asiya shirkatlarining yangi Boeing aeroplanlarini elishini cheklash haqidagi qarorni amaldan qoldirgan. Xitoy tamojna beji urushida Amerikadan o'ch elish uchun Boeing aeroplanlarini va Amerikada ishlab chiqarilgan aeroplan uskunalari va zapchaslarini sotib olishni, zakaz qilishni bir oylik muddat bilan cheklagan edi. Undan boshqa Xitoy 14 may Amerikaning siyrak to'pa va harbiy texnikaga aloqador 28 shirkat organiga qaratgan eksport cheklamasining to'xtatilganligi, shundaqla 17 Amerika shirkatiga mablag' solish cheklamasining to'xtatilganligini e'lon qilgan. Amerika Moliya ministri Scott Bessent va Xitoy muavin bosh ministri Xali Fengning boshchiligidagi vakillar o'maki 10 may Shveysariyaning Janva shahrida uchrashib, 2 kun davomlashgan suhbatda kelishim hosil qilgan edi. Natijada Amerika hukumati 2 apreldan tortib Xitoydan boshqa davlatlarga yo'l qo'ygan tamojna bejini 90 kun kechiktirish qarori Xitoyga ijro qilingan. Har ikki taraf tamojna bejini 115% tuvallatishga qo'shilgan edi. Xitoy Latin Amerikasi bilan birlashib savdo urushiga qarshi turishni planlamoqda. Xitoy Amerika prezidenti Donald Trumpning savdo urushiga qarshi tangpongliq omili shakllantirish maqsadida boshqa davlatlar bilan bo'lgan ittifoqini kuchaytirishga urinmoqda. 13 may Beyjingda Xitoy Latin Amerikasi va Karib dengizi davlatlari tashkilotining yig'ini o'tkazilgan bo'lib, Xi Jinping Xitoyning Latin Amerikasi davlatlari bilan avjilayotgan siyosiy va guruhvozlik to'qinishlari hamda bosh ko'tarayotgan savdo qo'riqchiligi to'lqinlariga qarshi qo'l tutishga tayyor ekanligini da'vo qilgan. Xi Jinping Xitoy bilan Latin Amerikasi davlatlari o'rtasidagi munosabatni kuchaytirishni maqsad qilgan siyosiy dialog, iqtisodiy taraqqiyot, madaniyat va ilm-fan almashtirishlari hamda yer shari xarakterlik bexatarlik masalalarga markazlashgan 5 turlik tashabbusni e'lon qilgan. U rayondan texnik ko'p mahsulot import qilishga va Xitoy shirkatlarining bu joydagi mablag' selishini kengaytirishni rag'batlantirishga va'da bergan. Xi Jinping yana Latin Amerikasi va Karib dengizi rayoni miqyosida moliyani qo'llash uchun taxminan 66 milliard yuan, taxminan 9 milliard 200 million Amerika dollari qimmatidagi yangi bir qarz berish planini e'lon qilgan. Amerika hukumatining qattiq tamojna beji tadbiri Xitoy iqtisodiga ig'ir zarb bergan bo'lib, qilchi bosh agmaydiganligini da'vo qilgan Xitoy oldingi hafta Amerika bilan bir ustalga kelib suhbatlashishga majbur bo'lgan edi. Trump Suriyaning yangi rahbari Ahmad Shar'iy bilan ko'rishdi. Amerika prezidenti Donald Trump Saudiya Arabistonining Riyod shahrida Suriyaning yangi rahbari Ahmad Shar'iy bilan ko'rishib, 25 yildan buyon Suriya rahbari bilan ko'rishgan tunji Amerika prezidenti bo'lib qoldi. Turkiya ovozi radiosining xabarida bildirilishicha, Ahmad Shar'iy bilan Trump Saudiya Arabiston valiahdi Muhammad bin Salman bilan birlikda Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an to'rdan qatnashgan yig'inda qo'l elishib ko'rishgan. Aqsarayning bayonotiga asoslanganda Trump Ahmad Shar'iydan Paris qo'ltig'idagi ba'zi arab davlatlari imzolagan kelishimlarga ishtirok qilishini va Isroiliya bilan munosabatni normallashtirishini, falastinlik jangchilarni chegaradan qo'g'lab chiqarishini va yangi Suriya hokimiyatining tutilgan Daesh terrorchilari uchun qurilgan lagerlarni kontrol qilishini talab qilgan. Uchrashishdan keyin Trump Bashar Asad davrida yurgizilgan embargolarning Suriyani haqiqatan vayron qilganligini eskartgan.
Trump buning oldida Riyadda bayonot e'lon qilib, Amerikaning Suriyaga qaratilgan rahimsiz va ig'ir embargolarining bekor qilinishi to'g'risida buyruq tushiradiganligini aytgan edi. Hakan Fidan NATO'ning qimmat qarashlari Ukraina va G'azzada tahdidga uchramoqda dedi. Turkiya Tashqi ishlar ministri Hakan Fidan Shimoliy Atlantik Ahdi tashkilotining Antaliyadagi g'ayri-rasmiy yig'iniga qatnashish uchun kelgan tashqi ishlar ministrlarining sharafiga berilgan kechlik ziyofatda Ukraina urushi va G'azzadagi irqiy qirg'inchilik ustida to'xtaldi. Turkiya Ovoz radiosining xabarida bildirilishicha, Hakan Fidan NATO'ning asosiy qimmat qarashlarining Ukraina va G'azzaga o'xshash joylarda tahdid ostida ekanligini, NATO'ning kuchining faqatla o'zlari kollektiv ig'dorchilik qilayotgan harbiy qudratini emas, texmi muhimi o'rtaq qimmat qarash, prinsip va g'oyalarga vakillik qiladigan bir gavda bo'lganligida ekanligini ta'kidlagan. U payshanba kundagi suhbatning iyun oyida Lahayda o'tkaziladigan boshliqlar yig'inidan ilgariki zich muzokaralarni o'z ichiga oladiganligini bildirdi va farqlarga qaramay oxirgi nishon va sadoqat masalasida birlik bo'lishning muhimligini ta'kidlab, ittifoqdosh davlatlarning buni ittifoqning irodasi va va'dalarini unumli, adil va hammani o'z ichiga olgan tariqada qo'llaydigan muhim omillar bilan birlashtirishi kerakligini aytdi. Shimoliy Atlantik Ahdi tashkiloti bosh kotibi Mark Rutte yig'inning 2-kuni bayonot berib, Turkiyaning Ukraina-Rossiya tinchlik suhbatlaridagi diplomatik rolini muayyanlashtirdi hamda Turkiyaning har ikki tarafni bir yerga keltirish kuchi va ishonchlilikning kelgusidagi har qanday suhbatda markaziy rol o'ynaydiganligini ta'kidladi. Amerika tashqi ishlar ministri Marko Rubio payshanba kuni prezident Donald Trumpning Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi urushda adil tinchlik bilan natijalanadigan har qanday bir mexanizmga ochiq ekanligini aytgan. Antaliyadagi tashqi ishlar ministrlari yig'inida Ukraina qurol-yarog' hamkorligi va sanoat iqtidorining kun tartibining oldingi qatoridan o'rin olishi kutilmoqda. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.